Hurmatli teletomoshabinlar, mega aksiyamiz davom etadi va yana bir vatandoshimizni bugun tabriklab, shunday bir e'tiborlarni munosib taqdirlash fursati yetdi. Albatta, demak, Meni yurtim telekanalini tomosha qilayotganlar yaxshi bilishadi. Har kuni soat 16:00 dan 18:30 ga qadar ekranda chiqadigan maxsus sirli raqamlarni Promobank botga jo'natib, yaqinlarga ulashib, qo'shimcha ballar yig'ib, munosib ishtirok etishyapti. Mana shu ishtirokingiz nasib etsa, televizor bilan mukofotlanadi. Biz yaqin fursatlarda mana shunaqa omadli tomoshabinni aniqlaymiz. Demak, yaqinroq o'tirib oling, u siz bo'lishingiz mumkin. To'ppa-to'g'ri. Demak, bugun televizor o'z egasini topadi. Hurmatli teletomoshabinlar, sovg'alarimiz juda ham ko'p. Shunday ekan, faollikni qo'ldan boy bermasdan, bo'shashmasdan har kuni belgilangan vaqtda umuman bizni tomosha qilsangiz, mana shunday hurmat va ehtirom, diqqat e'tiboringiz munosib maishiy texnika to'plamlari, qolaversa mana asosiy sovrin 50 million so'm. Eski yilni shunday quvonchli hodisa bilan To'ppa-to'g'ri qarshi olish ajoyib bir sovg'alar bilan kuzatib, yangi yilni yaxshi kayfiyatda kutib olish fursati bor sizda. Hali ham kech emas. Aksiya 26-dekabrga qadar davom etadi. Hozir esa ekranga e'tiborimizni qaratamiz va bugungi g'olibimizni aniqlashga yaqin qolmoqda. Tasodifiy raqamlar generatori bizga bugungi omadli tomoshabinni aniqlab beradi. Diqqat qilasiz, demak, bugun kim g'olib bo'ladi? Marhamat. Xo'sh, 97 kodi bilan. Xo'sh. Oxirgi 4 ta raqam 84 va 62. 84-62 raqam egasi, sizni tabriklaymiz. Omadli tomoshabinga aylandingiz. To'ppa-to'g'ri, ular qayerdan, nima ish qiladilar, necha yoshda, umuman kim, qaysi vatandoshimizga bugun televizor nasib qilganligini birozdan so'ng bilib olamiz. Albatta. Va mana shu raqam egasini biz chin ko'ngildan avvalo tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Munosib ajoyib bir ehtiromlari, e'tiborlari shunday yuksak baholanayotgan ekan, biz ham xursandmiz azizlar. Qanday yaxshi. Albatta. Faqatgina buni qayerdan bilasiz? Har tong Omon dasturini kuzatishingiz kerak. Chunki aksiya g'oliblari faqatgina Omon dasturida jonli efirda sizni ko'z o'ngingizda aniqlanadi. Zo'ra, televizor ko'rasan, televizorga ega bo'lasan. Qanday ajoyib. Bundan tashqari hafta g'oliblari bor Anvar aka. Maishiy texnikalar to'plami, televizor, sovutgich va kir yuvish mashinasi. Bundan tashqari har kuni mana televizor ulashyapmiz va albatta bosh sovrin 50 million so'mlik bo'lish imkoniyati ham bor. Demak, bizda allaqachon ma'lumotlar bor. Bugungi g'olibimiz 84-62 raqam egasi Rashid Jaxsimuratov ekanlar, Qoraqalpog'iston Respublikasidan. Biz ularni chin dildan muborakbod etamiz. 1978-yilda tavallud topganlar, yiqqan ballari 80 ballni tashkil etadi. Muborak bo'lsin televizor. Hoziroq sizga bog'lanishga harakat qilamiz. Albatta, hoziroq bog'lanamiz. Va bir narsa, shunday vatandoshlarimiz borligidan men nihoyatda xursand bo'laman-da. Nimaga xursand bo'laman? Nimaga xursand bo'laman? Nimaga xursand bo'lasiz? E'tibordan, ba'zida eng yaqinlarimizni ham yo'qlay olmay qolamiz. To'ppa-to'g'ri. Lekin shu bahona ular bilan suhbatlashamiz biz ham. Albatta. Sovg'alar qanday olinadi? Ko'plar so'rayapti, yutgan odamlar qanday sovg'asini oladi deb. Oladi. Azizlar, siz istiqomat qilayotgan viloyat yoki o'sha viloyatdagi shahar markazlarida, tuman markazlarida bizni manzillarimiz bor. Siz ana shu manzilga borib, rasmiy tarzda ana shu sovg'ani qabul qilishingiz mumkin. Bizni hamkasblarimiz bu sovg'ani sizga taqdim etishadi. Ular videoga olinadi, sovg'a berish jarayonlari ham. Shunday ekan, bo'shashmaysizlar degan umiddaman. Albatta, biz hoziroq g'olibimizga bog'lanamiz. Muborak bo'lsin. Mana ko'rib turibsiz, 80 ball yiqqanlar va bugun televizor sohibiga aylandilar. Kimdir esa allaqachon 300 ballgacha yig'ib bo'ldi. O'tgan dasturlarimizda 230 ball yiqqanlar g'olib bo'lishdi. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, ballarga bog'liqmi? Endi qisman bog'liq bo'lishi mumkin, lekin ko'ryapsiz, tasodifiy raqamlar generatori asosiy ishtirok etayotganlarni o'sha g'olib bo'lishiga
sababchi bo'lishi mumkin. Ya'ni ballingizni ahamiyati yo'q ba'zi holatlarda. Shuning uchun ishtirok etavering. Bugundan aksiyada ishtirok etsangiz ham g'olib bo'lish imkoniyati bor. Barchaga birdek imkoniyat taqdim etilgan. Hammangiz ishtirok eta olasiz. Muhimi harakat kerak, yaxshi niyat kerak, umid kerak. Chunki bu ko'p narsani sizga taqdim etadi. Aksiyamizda, demak, sovg'alarimizni sizga allaqachon eslatib o'tdik. Mana shu sovg'alar har kun taqdim etiladi. Dushanbadan shanbaga qadar soat ertalab 6:45 dan boshlab Omon dasturini jonli efirda kuzatsangiz, albatta aksiya g'oliblari aniqlanadi. Erta tong uxlab qolmasdan televizor ko'ring. Balki siz g'olib bo'lishingiz mumkin. Buni oldindan bilib bo'lmaydi. Rashid akaga, ya'ni bugungi g'olibimizga, omadli tomoshabinimizga mana qo'ng'iroq qilishni boshlayapman. Signal ketsa bo'ldi, chaqiruv signali. Ikkita raqamlari. Chaqirmayapti. Negadir chaqirmayapti. Qoraqalpog'istondan balki masofalarni birozgina ta'siri bo'lishi mumkin. Hozir mehr muhabbatimiz bu masofalarni Parchalab tashlaydi. Parchalab tashlaydi va xudo xolasa texnik nosozliklar ham qaraydi. Mehr ekan, muhabbat ekan. Mana ketdi chaqiruv signali. Xo'sh. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rashid aka, sizga tushdikmi? Alo. Omonmisiz? Biz Mening yurtim telekanali Omon dasturidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Assalomu alaykum. Alo. Xo'sh, siz bugungi aksiyamizni g'olibiga aylandingiz. Tabrikimizni qabul qiling. Rahmat. Sog' bo'ling. Qoraqalpog'iston Respublikasidan ekansiz. Qayerdan Qoraqalpog'istonni? Kegeyli tumanidan. Yashang. Mening yurtim telekanalini kuzatib borasiz, to'g'rimi? Alo. Siz munosib ball to'plab bugun televizorga egalik qilyapsiz, ega bo'ldingiz. G'olibga aylandingiz aka. Qayergadir shoshilib ketyaptilar. Rashid aka. Rashidjon aka. Hozir uydamisiz yo ishdamisiz? Ya, ko'rvatdan amanamanda. Ha, ko'ryapsizmi? Bizni televizordan eshityaptilar. Yashang. Qanaqa tabriklar, niyatlar bor? Televizor orqali eshityaptilar. Shuning uchun bir necha soniya bizda uzilishlar bo'lyapti. Televizordan chetroqqa o'tganingiz yaxshiroq, Rashid aka. Jonli efir bo'lganligi uchun. Zot ko'rvatirman. Aha, televizordan chetroqqa o'tingda salom tabriklaringizni, marhamat fikrlaringizni yo'llashingiz mumkin. Hayajonda, hozir hayajonda. Bu gapingizni ham hozir televizordan eshitib keyin javob beradilar. Shunday. Rashid aka, Ha. marhamat, niyatlaringiz bormi? Hamma g'olib bo'lsin. Hamma g'olib bo'lsin, ha? Rahmat sizga. Hamma g'olib bo'lsin. Yashang. Ham gap inson ekanlar. Sizga albatta hozir hamkasblarimiz bog'lanishadi. Sizga katta rahmat. Yana bir bora tabrigimizni qabul qilasiz. Albatta. Bir xillar gapira olmaydi-da, hayajonlanadi. Lekin bir xillar o'sha gapini qiladigan ishlarida namoyon etadi. Namoyon etadi. Shunday ekan, ko'ringlar azizlar, mana shunday qimmatbaho sovg'alarga ega bo'linglar.